Ajrashish oson. Erkak uchun ham, ayol uchun ham juft topilar. Lekin farzand uchun-chi? Farzand uchun mukammal oila topilarmikan? Uni ota-onasini birligini hech kim, hech narsa to'ldira olmaydi. Shuning uchun arzimas sabablardan janjal chiqarib, har safar janjalda ajrashaman deb to'polon qilavermasdan bir-biringizni tushunishga, gaplashishga, eshitishga harakat qiling. Bir-biringizdan ideallikni qidirmang, talab qilmang. Agar siz ideal insonni kutadigan bo'lsangiz yoki talab qiladigan bo'lsangiz, ishoning, bitta odam bilan siz uzoqqa bormaysiz. Chunki ideal insonning o'zi yo'q. Na er, na ayol ideal bo'la olmaydi. Siz ota-onalaringiz ham ideal bo'lmagan. Ular ham vaqti kelganda nimadirga sabr qilishgan, ko'z yumishgan, bir-birligi bilan murosa qilib yashashgan. Lekin bu gapim zo'ravonlikka chidayotgan, kaltaklanishligi va yana shunga o'xshash muammolar bilan yashab kelayotgan oilalarga tegishli emas. Bu shunchaki hamma narsasi bo'lib turib, chiroyli hayoti bo'lib turib, lekin yana ham ideallik qidirib, noshukrchilik qiladigan erkak ayollar bo'ladi-ku, bu shunaqalarga tegishli. Sizlar har safar shunaqa janjallashib ajrashaman deb bir qarorga kelishingizdan oldin bir marta o'zingizga savol berib ko'ringlar. Men-ku yo'limni topib ketarman, lekin farzandimchi deb hech shu to'g'risida o'ylab ko'rganmisiz?